Assalomu alaykum. Bugun filmmakingni qanaqa tarzda o'rganish kerak haqida gaplashamiz. Men ismim Saidbek G'afurjonov. 10 yildan beri filmmaking sohasida ishlab kelaman va bu 10 yillik tajribalarim bilan sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Nima uchun filmmakingni tanlaganman? Chunki juda ham erkin soha, juda ham ko'p ishlarni qilsangiz bo'ladi. O'zingizni dunyoqarashingiz, vizuallaringizni butun insoniyatga yoki butun shaharga yoki yaqinlaringizga bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Xotiralarni saqlab borasiz. Bundan tashqari eng yaxshi vaziyatlarni o'zingiz uchun saqlab, yaxshi vizual egasiga aylanib boraverasiz. Keyin networking, tanishlar juda ham ko'p. Muomala madaniyatingiz, bundan tashqari insonlar bilan bo'lgan tanishuvlaringiz juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p tanishlar va do'stlar orttirasiz. Hozirda bizning bozorda ham juda ham filmmakingga, videografiyaga, mobilografiyaga bo'lgan qiziqish juda ham katta. Lekin ko'pchilik qanday qilib o'rganishni bilmaydi. Bozorimizda faqatgina kamera nastroykalari, montaj, animatsiyalar bilan hozir to'lgan. Ya'ni ko'pchilik bozordagilar faqatgina ekspertning videolar yoki YouTube darsliklar bilan cheklanib qolgan. Aslida bu sohada juda ham keng imkoniyatlar bor. Ya'ni oddiy misollar keltiraman. Siz Amerika davlatlarini qanaqa yo'llar bilan tanigansiz? Fotografiya, qiziqarli olingan videolar orqali siz bu davlatlarni tanib borgansiz. Ya'ni propaganda videografiyadan yoki siz kurs bergan vizual orqali keladi. Demak, biz ham o'zimizning sohamizda qanchalik mutaxassis bo'ladigan bo'lsak, o'zimizning davlatimizni bemalol ko'rsatib, boshqa turizmga ham foydamiz juda ham katta tegishi mumkin. Endi qanaqa qilib o'rganish tartibini o'rganamiz. Ko'pchilikda boya aytganimdek, kamera nastroykalari, bazaviy kompozitsiya va montaj texnikasini biladi xolos. Juda ham ko'payib ketgan narsa motion design, ya'ni animatsiyalar bilan ishlash. O'zi aslida qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda tartib bilan o'rganishni boshlaymiz. Hozir sizlar bilan karta tuzib olamiz, nimalarni o'rganib ketishimiz kerak va bularga batafsil to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'rinda storytelling o'rganishimiz kerak. Keyin esa kompozitsiyalarda, undan keyin chiroqlarda, undan keyin texnik bilimlar, ya'ni sizda faqat kamera nastroykalaridan tashqari ishlatadigan texnikalaringizni qanaqa qilib to'g'ri ishlatish kerakligini ham o'rganib borishingiz kerak. Ya'ni svetlarni, zoom apparatlarni, ovoz yozishni juda ham ko'p. Kompyuterda ishlashi, kompyuterda o'zi qanaqa ishlash kerak, ma'lumotlarni qanaqa saqlash kerak, drivelar bilan qanaqa ishlaysiz, sizda qanaqa SSD'lar bo'lishi kerak, hard disklaringiz qanaqa bo'lishi kerak, kameraga kerak bo'ladigan qo'shimchalar o'zi nima uchun kerak bu narsalar. Shularni batafsil o'rganib borasiz. Undan keyingina montaj. Montajda ham faqatgina kesish, ulashlardan tashqari montaj teoriyasi bor. Qanaqa montaj qilish kerak, montajda nimalardan foydalanishingiz kerak. Montaj jarayoni o'zi nima degani? Mana shu haqda ham to'liqroq o'rganib borasiz. Undan keyin DaVinci Resolve kerak bo'ladi sizga hozirgi paytda, ya'ni color gradingda ishlashingiz uchun. Color grading bu sizning ishingizni sifatini yana ham ochib beradi. Ishingizdagi bor imkoniyatlaringizni yana ham ochiq, tiniq ishlashingizga olib keladi. Undan keyin esa sotuv texnikasi. Siz qanaqa qilib o'zingizni sotasiz, ishlaringizni qanaqa qilib upakovka qilasiz. Bu narsa haqida ham o'rganishingiz juda ham kerak. Portfolio yaratish, portfolio tayyorlash bu eng muhim bo'lgan narsalardan bittasi. Chunki siz klientga nimadir berishingiz kerak. Sizni o'zingizni tajribali videografligingizni portfolioingiz orqali ko'rsatib berishingiz kerak. Portfolio deganimda bu 20 ta, 30 talab Telegram kanaliga tashlanadigan narsa emas. Bular haqida hozir batafsil gaplashib boramiz. Qani ketdi. Storytellingga keladigan bo'lsak, storytelling bu hikoya, ya'ni ssenariylar deymiz. Ko'pchilik storytellingda ssenariy yozamiz, gapiradigan narsalarimiz. Buni ham o'zini alohida bo'limlari bor. Men sizga bo'limlarni aytaman, buni batafsil o'rganib chiqish o'zingizdan. Chunki bu bitta videoga yoki 1-2 soat o'rganadigan narsalar juda katta mavzu. Storytellingda asosiy narsalardan biri storytelling qurish tizimini o'rganishingiz kerak. Keyin vizual storytelling bor. Vizual storytelling o'zi nima? Bu og'iz gapsiz, so'zsiz vizual tarzda storytelling ko'rsatib berish, ya'ni holatni, vaziyatni ko'rsatib berishga kiradi. Bundan keyingisi xarakter, syujet va emotsiyalar. Bu ham storytellingdagi eng muhim narsalardan bittasi. Undan keyingisi YouTube, Reels va kichkina qisqametrajli filmlarga ssenariylar yozish. Ya'ni bu ham bitta storytelling. Uni qanaqa qilib ko'rsatib berishni bilishingiz kerak. Undan keyin amaliy
o'zingizni storytellingingiz, ya'ni bu ishlarda siz qanaqa ishlayapsiz, hikoyangizni qanaqa yaratyapsiz, shu proseslarni ham storytelling orqali juda chuqur yoritib bersangiz bo'ladi. Va bularni birinma-ketin etaplarda o'rganib borishingiz kerak. Bundan keyingi esa kompozitsiyalar. Siz bilgan kompozitsiyalar. Ko'pchilikda bor, ko'pchilik adashtiradi. Kompozitsiyalarda fotokompozitsiyalar bor va videoni o'zini kompozitsiyalari bor. To'g'ri, video ham bir necha yuzta fotolardan tashkil topadi, videolar ham, lekin uni kompozitsiyalash ham harakatli kompozitsiyalar bor. Bularni to'g'ri o'rganish kerak. Kompozitsiyalarda qanaqa kompozitsiyalar bor? Faqatgina perspektiva yoki Fibonacci, simmetriya, undan tashqari kompozitsiyalar ham juda ham ko'p. Ya'ni asosiy qismlar bor. Personal kompozitsiyalar bilan ishlash, ya'ni personal, insonlar bilan qanaqa kompozitsiyada ishlaysiz. Undan keyingisi svet kompozitsiyalar. Svetlarning o'zini kompozitsiyasi bor. Ya'ni kompozitsiyaga svetlarni ham qo'yishimiz bor. Ya'ni personallarimizga, backgroundlarga qo'yiladigan svet kompozitsiyalar. Undan keyin background kompozitsiyasi, ya'ni orqa fondagi kompozitsiyalar. Undan keyin umumiy kompozitsiya, ya'ni hammasini birlashtirilgan holatdagi kompozitsiyasi. Bularni ham chuqurroq o'rganib borishingiz kerak. Просто так Fibonacci yoki perspektiva, lineyniy perspektiva yoki simmetriyalarni bilishingiz bu sizni kompozitsiya bilan zo'r ishlashingiz degani emas. Buni qayerda va qanday ishlatishni ham o'rganishingiz kerak. Keyingisi svetlar. Svetlar bilan siz qanday ishlaysiz? Ko'pchilikda default svetlar bor, ya'ni рисующий свет и контровой свет. Bu svetdan boshqa svet turlari ham bor o'zi. Ya'ni bu syomkada har xil svet turlari bilan ishlatiladi. Ko'pchilikda eng aniq yodlab olgan narsasi bor, ya'ni рисующий свет, дополняющий свет, контровой свет, фоновый свет, моделяющий свет, undan keyin фоновый свет. Bu svetda bor bu svet turi, lekin bu fotoportretlar uchun. Odamlarni rasmga olayotganingizda mana shu butunlay tana holatini, ya'ni yuz ko'rinishini yorqin tarzda ko'rish uchun ishlangan svet sxemasi. Videoda bo'lsa, вообще boshqa qonunga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz tabiiy chiroqlar, ya'ni tabiiylashtirishingiz kerak hamma narsa. Sun'iy ravishda ko'rsatishingiz bu videoingizni emotsiyalarni anchagina cheklab qo'yadi. Kinolarda e'tibor bersangiz, siz qanaqadir chiroq qo'yilganini emas, iloji boricha hamma yoqdan tabiiy tushayotgan svetlarni ko'rib olasiz. Mana shu svetlarni birgalikda o'rganib borishimiz kerak. Shundagina keyingi darajaga chiqishni boshlaymiz. Keyingisi texnik bilimlar. Texnik bilimlar deganimda juda ko'pchilik defaultni nastroykalar. Men o'ylayman, YouTubedan ko'rib nastroykalarni bilgan deb o'ylayman. Eng katta meni pretenziyam bor bo'lgan narsa bu masalan shutter speedda doim gapirib boraman. Shutter speed FPS dan 2 barobar baland bo'lishi kerak degan qanaqadir qonun qoida yasab olishgan. Juda ko'p o'zimizga keladigan bolalar ham shu narsani aytishadi. Yo'q. Bu qoida qachon ishlaydi? Agar siz slow motion videolar olsangiz, slow motion olganingizda, mana bu shuvalib ketadi. Mana hozir qo'limni ko'rayotgan bo'lsangiz, biza 30 shutter speed davomimizda qo'lim shuvalib ketyapti. Ya'ni umumiy общий shirkogolniy obyektiv bo'lgan hisobiga unchalik bilinmasligi mumkin, lekin shuvaladi. Agar shutter speedni balandroq qilsangiz, bu shuvalishi mana bu holatga keladi. Shunda slow motion yana ham tabiiyroq, chiroyliroq chiqadi. Slow motion olayotganingizda shutter speedni FPS dan 2 barobar baland qo'yishingiz mumkin, lekin kadrlar olayotganingizda, oddiy videolar ishlayotganingizda bu narsa juda ham muhim narsa emas. 30 shutter speedgacha bemalol videolaringizni tushirib, syomka qilishingiz mumkin. Naborot kadrlaringiz yana ham tabiiyroq, chiroyliroq chiqadi. Bu 2x baland bo'lishi kerak degani bu qaysidir gaplarda. Oldin YouTube'da bitta video guruh bo'lardi, foto syomkalarni qilardi. Asosan shu gapni gapirib chiqadi. Ko'pchilik shu narsadan olgani uchun butun bizning davlatimizda, ya'ni bizning shahrimizda bu narsa ommalashib ketgan. Aslida bunaqa emas. To'g'ri o'rganish kerak. Keyin translyatsiyalarni qanaqa qilish, ya'ni vebinarlar o'tkazishadi, jonli efirlar qilishadi. Bularni ishlash uchun nimalar kerak? Operatorlar qanaqa ishlaydi? Qanaqa texnikalardan foydalaniladi? U yerda kimlar ishlaydi? Bu narsani bilish ham eng katta sizga kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. Undan keyin mikrofonlar qanaqa ishlaydi? Ko'pchilik mana bunaqa mikrofonlardan juda noto'g'ri foydalanishadi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, to'g'ri nastroyka qilishni bilmaydi. Prosta o'laydi, tars yozib ketaveradi. Yo'q, aslida boshqacharoq yoziladi. Undan keyin svetlarning nastroykasi, kelvinlari, ularni qanaqa ishlatish kerak? O'zini holatiga, hissiyotiga qarab turib. Qo'shimcha detallar, ko'pchilik kamerasini katta qilib yig'ib oladi, batareyalar, ular bu ortiqcha budjet.
O'zi siz fotokamera ishlatasiz. Даже fotokamerangizda 4K formatda o'zi yo'q. Ultra Full HD, просто marketing qurbonisiz. Sinematik kameralarga o'tish kerak. Agar siz chindan ham syomka qilmoqchi bo'lsangiz. Bu degani fotoapparatlarda syomka qilib bo'lmaydi degani emas, lekin asl 4K ranglar bilan to'liq ishlamoqchi bo'lsangiz, maza qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, sinematik kameralarda ham 1-2 ishlab ko'rishingiz kerak. Keyin SSDlar nima uchun kerak? Hardlar nima uchun kerak? Driverlar, internetdagi driverlar nima uchun kerak? Ishlatadigan monitoringiz, klaviaturangiz, mishkangizgacha bu asosan detallarni bilish kerak. Ko'pchilik monitor tanlashni bilmaydi. Buni ustida ham texnik bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Keyingisi montaj. Montaj bu faqatgina bitta ekspertni gaplarini kesib turib, unga animatsiyalar qo'yish kerak degani emas. Montajda ham juda ko'p qonun qoidalari bor. Bu endi juda ham katta tema. Bu haqida men sizlarga hozir detalni tushuntirib berib keta olmayman. Bu bo'yicha endi bilimlarni ko'proq oshirib borish kerak. Ya'ni nimalarga qarash kerak? Qanaqa montaj qilyapsiz? Nimani montaj qilyapsiz? Kim uchun ishlayapsiz? Bu narsaga juda ham e'tiborli bo'ling. Hammaga o'xshab montaj qilib yoki copy paste qiladigan bo'lsangiz, bu просто trendni orqasidan quvib yurish. O'zingizni ijodiy почеркingiz bo'lmaydi. Просто hamma qatori, el qatori videograf yoki mobilograf bo'lib qolib ketaverasiz. O'zingiz stilingizni yaxshilash uchun DaVinci'ni o'rganing. Ya'ni hozirgi kunda color grading odamlar narxini oshirish uchun ham color gradingni ko'proq o'rganyapti. Chunki kadrlari boshqalarnikidan farq qilyapti. O'zida qanaqadir stil bor, greying bor va bular sizni narxingizni ham oshiradi va sifatingizga boshqacha urg'u beradi va o'zingizni pozitsiyangizni shakllantirishingizga yordam beradi. Misol uchun o'zim professional koloristman, Fransiyada o'qiganman bu bo'yicha, o'zimning diplomlarim bor. Bizga o'rgatilganda bu vashi boshqa tema bilan o'rgatilgan, ya'ni color grading bu shunchaki korreksiya emas. Korreksiya bilan color gradingni ham farqiga borish kerak. Korreksiya bu просто tak ranglarni tuzatish. Ya'ni yorug'lik ko'payib ketsa pasaytirish, kamayib ketsa ko'tarib qo'yish, kadrlarni bir-biriga moslab ketish. Grading bo'ladigan bo'lsa, stil yaratish, atmosfera yaratish, hissiyotli vaziyatlarni ko'rsatish, g'amni, xursandchilikni hammasini ko'rsatib bera olish bu color gradingning eng asosiy qurollaridan bittasi. Bundan keyingi qism sotuv texnikasi. Sotuv texnikasi sizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchisi narx belgilash tizimi. Ko'pchilik nima xatoni qiladi? Bitta boshqa videografni ko'radi, shunga qarab turib narxini belgilaydi yoki arzonroq qilib qo'yadi yoki o'sha bilan bir xil. Bu eng yomon strategiya. Chunki hammaning ishi har xil, lekin narxlar bir xil. Ya'ni bu juda ham yomon strategiya. Siz o'zingizni pozitsiyangizni belgilang, qanaqa texnikalar, qanaqa mehnat qilyapsiz, shunga qarab turib narxlaringizni belgilab borishingiz kerak. Undan keyingisi produktingizni upakovkasi. Siz qanaqa upakovkada sotasiz? Ya'ni qanaqa mijozlar bilan gaplashasiz? Просто videoingizni tanlab beramanmi yoki sizga qanaqa video kerak? Bu videoingizdan nimalar olamiz? Ya'ni nima uchun bu video ham ishlaydi? Sizga просто video tayyorlab bermayman. Sizga ta'sirli yoki hujjatli narsa tayyorlab beraman. Ya'ni odamlarning emotsiyasini o'ynay oladigan pozitsiyani yarata olishingiz kerak. Bundan keyingisi portfolio tayyorlash. Portfolio tayyorlash deganda bu Telegram kanaliga 50 ta videoni tashlab qo'yish, bu portfolio tayyorlash degani emas. Portfolio qanaqa bo'ladi? Bitta video bo'lishi mumkin yoki video umuman bo'lmasligi mumkin. Bu qanaqa portfolio deyishingiz mumkin. Klient hech qachon kirib sizni 50 ta videongizni bitalab ochib chiqmaydi. Siz bitta videoda, u videoda nima vazifalarni bajarganingiz, qanaqa muammolarga yechim topganingiz, u yerdagi texnikalarni qanaqa foydalanganingiz, u o'zi videoning maqsadi nima edi, siz u yerda qanaqa takliflar berdingiz, jamoa bilan ishlash qobiliyatingiz, u yerdagi muammolarga bera oladigan yechimingiz, montaj strukturangiz, qanaqa zvuklardan foydalangansiz, qanaqa soundlardan foydalangansiz, bularni hammasi juda ham muhim. Klientga mana shu narsalar ko'proq qiziq. Sizni Telegramda просто tak portfolioga tashlab qo'yishingiz, ya'ni 50 ta video tashlab qo'yishingiz bu sizni darajangizni tushirsa-tushiradiki, oshirmaydi. Undan keyingisi переговорlar. Переговорlarda qo'rqmaslik kerak, o'zingizni pozitsiyangizda doimo sodiq bo'lishingiz kerak. Agar sizga mijozing qimmat deydigan bo'lsa, siz sirazi narxni tushirib, "Men bunaqa qilib beraman" yoki bunga qaramang. Sizga narx muhimmi yoki ish? Ko'proq suhbat olib borishga harakat qiling. Unga o'zi nima qiziq? Narxni qanchalik muhimligimi yoki ish sifatimi? Shu bo'yicha ishlashni ham bilishingiz kerak.
Bundan keyingi masala deadline'larni to'g'ri qo'yish. Ko'pchilik deadline'larni masalan bugun syomka qilib, ertasi kuni chiqarib beradi. Yo'q, bu erta va sizni ijodiy tushib ketishingizga olib keladi. Aslida o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Syomkadan oldin brief bo'lishi kerak, ya'ni qanaqa syomka qilamiz, ssenariylar qanaqa, nimalar bo'lishini bilib olishingizga vaqt ketadi. Undan keyin syomkaga vaqt ketadi. Syomkadan keyin bir kunda montaj qilish berishingiz emas, qanaqa montaj qilishingiz. 1-2 kun montaj jarayoniga ketadi. Undan keyin sen final videoni olmaysan, senga videoni tashlab beramiz. Feedback berishingga ham 1 kun vaqt ketadi. Ya'ni feedbackga tashlab berasiz, u feedbacklarni beradi, siz uni qayta montaj qilib, keyin render qilib berasiz. Bundan ham bir necha kun vaqt oladi. Klient sizga kelib turib, bugun syomkani qilaylik, ertaga video ham tayyor bo'lishi kerak desa, xo'p deb sirasi pulga qiziqib ketib olmang. Bu sizning professionalligingizni ko'rsatadi. Undan ko'ra siz klientga tushuntiring, sifatli ish mana bunaqa qilinadi. Davayte reja asosida ishlaymiz. Briefga alohida kun, syomkaga alohida kun, montajga alohida kun, undan keyin pravkasiga alohida kun, undan keyin final videoni tashlab berishga alohida kunni hisobini olib etishingiz kerak. Asosiy filmmakingni o'rganishingiz uchun mana shu sizning yo'l kartangiz. Agar buni siz to'liqroq o'rgansangiz, narxingiz tobora oshib boraveradi. Faqatgina kamera nastroykasini bilish, svetlarni qo'yish. Hozirgi kunimizda mobilograf ham bir xil svet qo'yyapti, videograf ham. Klientga umuman qiziq emas, sizni kamerada mana buncha 4K video olishingiz yoki obyektivingiz blurlari va hokazolar umuman qiziq emas. Kamerada ular klientingiz faqatgina kartinani, bir xil kartinani ko'radi. Chunki ochig'i to'g'risini aytsam, ko'pchilik videograflarni ko'ryapman, mobilograflar bilan bir xil video olishyapti. Yana bir-biri bilan talashib yotibdi. Yo'q, o'ziga yarasha hurmat bo'lishi kerak. Ya'ni siz videograf sifatida o'z professionalligingizni faqatgina kamerangiz borligi uchun emas, u yerda siz nimalarga e'tibor berishingiz va qanaqa ishlashingizga qarab turib, ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan shunaqa edi. Agar sizda bularni qayerdan o'rgansam bo'ladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, pastda link qoldiraman. Bemalol o'sha link orqali ro'yxatdan o'tib menga murojaat qiling. Shaxsan o'zim sizga bepul konsultatsiya beraman. Bemalol o'sha konsultatsiyada siz bilan o'zingizda bo'layotgan muammolar va bularga yechimlarni birgalikda gaplashamiz. Hammaga rahmat, ko'rishguncha xayr.